5 yildan buyon o'qishga topshiraman, yiqilaman, topshiraman, yiqilaman. Meni nima aybim bor, nima kamim bor? Men qarang, Qoraqosh, sen nima deydi, ijtimoiy tarmoq Instagramda bormisan? Storylar qo'yib turasanmi? Rais buva, Instagramda yashayman. Instagram meni uyim-ku. U yerda shunaqa insonlar, shunaqa qiz juvonlar bor. Ular bilan promo efirlar qilamiz. Layinlarni ko'rasan, tildirma. Keyin ana battle o'yinlarda ham ishtirok etadi, shartlar qo'yadi-yu bir-biriga. Uni TikTok deydi, rais buva. TikTokmi? TikTokka kiraman, like kiraman, kecha kunduz battle'lar o'ynaymiz. Tunogini so'rasangiz, Qizlar shart qo'yadimi? bir qizga yutqazib qo'ydim. Peshonamda yong'oq yordim mana. Piyonada yordingmi? Ko'rinmasin deb, soch tushirib qo'ydim. Keyin ali qizlar bilan yozishasanmi? Ali oppoqda bir nima deydi, istarali qizlar bilan, quyoncha deb bo'lgan qizlar bilan, sevgi, muhabbat, yozishmalar. Har kecha, har kun, har tun shu bilan band bo'laman. Baraka top. Iqbalim, Men nima qildim hozir? Aybim nima meni? kecha-yu kunduz 24 soat ijtimoiy tarmoqda o'tirganingdan keyin qanaqa qilib o'qishga kirasan? Ahmoq, til ko'tarin.